Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 75. sanını görüşenlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görmelerimiz hemmalar ma'lum bo'lgandek her hafta şu saatlerde huzurunuzda buluvatımız dinimizni Kur'an ve sünnetinin nuru astıda xilma-xil her bir Müslüman çuqum nayet roşan aniq tushunish kerak bo'lgan masalalarni xilma-xil tema qilgan shaklda huzurunuzda bulup kilovatımız bugünkü inşallah bundan keyin ham Allah ömür berse devam qilamiz. Bugünkü temamiz tünügün e'lonimizda bergandek aslida o'tganki sandımı program oxirida degandim. Biz o'tgan soatda kimlikni himoya qiladigan omillar haqida to'xtalib, shuningki bir qancha temalarni to'xtalgan edik. Vaqt munosabati bilan buning davomini bugunga qoldirgan bo'ldik. Bugün kimlik ve g'arb elleri bilan to'g'ri muomala qilishning usullari, mayli g'arb elleri ve onunki madaniyati, qimmat qarashi bilan to'g'ri muomala qilishning usullari haqida inshaalloh to'xtalamiz. Programımızın aziz mehmoni bilan tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi, shunday dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi ustoz Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Hurmatli vaqtdan chiqarib qadam tashlab qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Nahmeydan tarqıtılıp oturuyor. Ekran alda çıkıp duruyotgan numaralar arkalık programımızga alakadar fikir teklif berişinlerni şundaqla köpligen qayrindaşlarımızdan paydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni unutmag'aysizlar. Bunda olsa kirib kelsak ustoz, temamiz bu oldu. Aldı bilan biz erkillikning kimlikni himoya qilishdagi roli haqida to'xtaylik. O'tgan biz buni faqat demiş şekilde fakat mavzusunu tilga oldik. Bugün biraz açayım, şerhlashib kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Bu kimlikni himoya qilishda erkinlikning ya hurlikninki alohida e'tibor o'rni bor. Buni chunqurlashtirmay ham bunga diqqat qilmay bo'lmaydi. Xo'sh. Biz kimligimizni himoya qilamiz deydiganmiz, hurlikka erishishimiz lazım. Hurlik bo'lmay turib kimlikni himoya qilg'in bo'lmaydi. Bunun qatimilarda o'tirib qo'yganimizda hurlik shariatning eng yuksak maqsadlarining qatoridir. Bu inson o'zi xohlab voz kechadigan bir ish emas. Alloh taolo insonga ato qilgan buyuk ne'mat. Xo'sh. Endi bizda kimligimizniki yoki kimligimizni qo'g'dash yo'lidagi ayb, nuqsonlarniki bir nima esa erkinlikka yoki boshqa ish bo'lsa hurlikka suvga tashna bo'lgandek, havoga tashna bo'lgandek tashna bo'lolmaslik. Eğer biz hurlikka suvga tashna bo'lgandek, suvga erishish uchun, havoga erishish uchun qanchalik badal to'lsak to'lagandek, hurlik aynan badal to'lagan bo'lsa, kimligimizni qo'g'dagan bo'lardik, hurligimiz, erkinligimizga to'liq erishgan bo'lardik. Bu bizga eng chong illatlarning birisi. Bu hurlik, erkinlik desam, yarım yalang'och holat ko'z oldimizga keldi. Men u temaga kirmoqchi emas. Bu yerda erkinlikni insoniy erkinlik, Bugünkü kunga qolmagan bo'ladi. Siyosiy erkinlik, qulluqdan qutulish erkinligi, men bu nuqtaga markazlashtirmoqchi. Kimlikni asosiy himoya qiladigan omil bu. Qandaqdir bu daqdumbaq bilan, sunayna bilan yana bir narsa bu hurlikni qo'g'digan olmaydi. Hurlikning omili insonningki aqida erkinligi, fikr erkinligi, qimmat qarash erkinligi, kimlikni qo'g'dash erkinligi iborat bu nuqtalarda to'xtalmoqchi. Endi bu bizdeki bu kimlik illetideki hurlikka tashlab olmaslik ya intilmaslikning sabablari va albatta. Yaqinqi zaman sabablar misolga olib aytsak, ya'ni yaqin zaman deganimiz kommunistlar qadam bosgan tat. Uni da ilgari bo'lgan bo'lsa-mu, lekin avjaga vaqti hurlikning bo'lgan chiqinishi kommunistlarningki qadam bosgan vaqt. Chunki uzun mezgil kommunistlarning ma'arif ideyasidan ta'sirlangan milyonlarcha avlodlar. Chunki har yili qancha ming odam o'qiydi. Ta'sirlanmiz kommunistlarning zarlik ideyasidan ta'sirlangan. Endi kommunistlarni maqtab, madilab, muqaddas bilib, gilaslik taqab, qasam berib, cho'ng o'g'an avlodlar. Hurlik uchun badal to'lashni ig'ir qildigan, baka tayoq yegichi, turmagichi o'lib ketkichi asta singan nonni yeb yatayli deb bu kommunistlarningki ideyasiga taslim bo'lgan avlodlar hem kimlikni qo'g'dashni iymoniy jihatdan farz, musulmonlik jihatdan zaruriyat, insoniy jihatdan bir axloq deb qarayanmagan bu avlodlarni
hem mustamlikdan qutulish ideyasini ya xarisini shakllantiramagan 70 yildan sonra ena xarid qo'yib bu avlodlarda o'rlik engining yoki erkinlik engining tuvan bo'lishi tabiiy bir ahvol. Xo'sh. Şuna biz bugungi vaziyatimizda millatimizga oldi bilan biz kelayotgan barliq xofiliq musibatdanki yadrolik sababi asli sababining mustamlikaga qilib qolish ekanligini eskartishimiz lozim yoki buni his qildirish lozim. Biz kelayotgan butun xofiliqning bosh manbasi tajovuzchilikqa duch kelganligimiz, Xitoylarning mustamlikasiga duch kelganligimiz. Ve vatanimizda tatqizib qo'yib, vatansiz bo'lib qolganlikdan, ya'ni tuproq qo'ldan ketganlikdan kelib chiqdi. Ben ilgari o'tgan qatimliq darsimizda kimlikning omillarining qatorida jo'g'rofiya degan so'zni tilgan. Ya'ni jo'g'rofiya demak vatan demak. Vatanga ega bo'lgan vaqtida kimlikni qo'ydim. Jo'g'rofiya qo'ldan ketibdi, kimligimiz qo'ldan ketmoqda. Demak, buning illati 60-70 yıllık komünistlerin zahirlik ideyaları bir bölük avlatlarını muş ahvalga ekkep koydu. Neticede örlükke, erkinlik intilmeyliğe bir şey. Bunun aldıdaki ahvallara qarsak, gerçi bir az mağlubiyetler boğan bolsun, işten netice çıkmagan bolsun mu? Mesela keyingi vaqtlarda Osman Batur'u misal qalsak, onun da ilgili G'olchidagi Üç vilayet inqilab Sharq Turkiston Cumhuriyeti misal qalsak, onun da ilgirki Sharq Turkiston Cumhuriyeti, onun da ilgirki Temur Xalifa ve başqa misal qalayli. Her birisida iman ruhi, kimlik ruhi, mavjudlik ruhi urg'ib turgan. Tiz pukmagan. Bir avlod, yani 5-10 yil ishida ishning qanday natijasi 5-10 yil o'tmay qo'zg'alan inqilab shakllanib zulm qat'iy boshqa kelmaydiganligini ifodalagan. Ammo kommunistlar bosgan tartib buning ideyasi singdirilgan bo'lg'achqa, ma'arif orqali mingiz jo'yilgan bo'lg'achqa, bu ko'pincha avlodlarda erkinlik ruhi o'lgan. O'rlik ruhi tugashgan. Bu sababdan taslimiyatchilik ruhi avjag'an, natijada Xitoy bilan chiqishib yashash, tajovuzchi bilan moslashib yashash ideali hatto chet eldimi bozor topmoqda, tashviq qilinmoqda. Buningki tagi yo'linishi Xitoyparastlikka berib taqshir. Ya'ni Xitoyning ideyasi bilan ta'sirlanishga berib taqshir. Demak, bu yerda bu nuqtani ilib aytgan vaqtida bizning bugungi kuni qilishimizning sababini islomdan ko'rdigan, musulmonligimizdan ko'rdigan, yoki uyg'urligimizdan ko'rdigan, ya'niki boshqa bir madaniyatimizni ko'rdigan noahlil mavjud. Xo'sh. Bu millatning ideyasini zaharlash, mingisini juvitish deb ataymiz. To'g'ri, musulmonligimizdan to'g'ri muomala qilmaganligimiz uchun chatoqchilik yuqorida o'tirib qo'ydim, ashqulliq, ta'tir ashqulliq bilan. Milliy kimligimiz, davlatchilik ideyasini bilmaganligimiz uchun sahvalliklar yuz berdi. Lekin bu bizning bugungi kuni qilishimizning sababi emas. Chunki dinimiz uni yo'l qo'ymaydi. Aqidamiz, qimmat qarashimiz uni qabul qilmaydi. Bo'layotgan narsa xuddi vatanning ichidagi musulmonlar ya qarindoshlarimizdanki mingisini juvotganda sirtdimi bugungi bir qism mediachilar, tashviqotchilar, kamerachilar dan millatning ideyasini juvotulmagan shunlar. Bugun kelib qolishimizning sababi islam. Xitoy butun kuchi bilan islomni jug'ishtirmasak, bu millatni dalto'ksi jug'ishtirib olmaydi ekan degan. Bu siyosatni qo'llanib 75 turli bo'xton bilan ya qalpoq bilan butun uyg'urlarimizni jinoyatchi, terrorist qilib o'tganda, sirtga uniki g'olchilari dal shu xizmatni o'tamoqda. Ya bular Xitoy istixborotiga bog'liq, ya tagidan tatib Xitoyning ideyasi bilan zararlangan maxluqlar. Zararlangan. Shunga millatimizga biz kelayotgan xofiliqning tub manbasiningki tajovuzchilik, mustamliklik ekanligini his qilish lozim. Bunda o'g'a vaqtda bu millat vatanni qo'lganmay turib, Xitoy mustamlikasidan qutulmay turib, hurlikka, erkinlik erishgini bo'lmaydi ekan deydigan bu xil ruhga kelgan vaqtida harakat jonlandi. Chunki bu an kelmaydi ekan, hurlikdan, erkinlikdan so'z ochgan olmaydi. İzzet sharafdan so'z ochgan olmaydi. Mal dünyani qo'g'dashdan yoki qimmat qarashimiz, madaniyatimiz yoki tilimizni qo'g'dashdan so'z ochgan bo'lmaydi. Shuning bilan birlikda millatga tajovuz Xitoylarning tajovuzchilik ideyasini rad qilishning farz ekanligini bildirish lozim. Ya'ni bir musulmonga nisbatan kofirning qo'lida
Mustamlikchining qo'lida, bir zolimning qo'lida bosh egib, itoat qilib yashashning hukmi emas, eng og'ir jinoyat. Ya'ni buni oqlab berish yoki bo'lib deb berish eng og'ir xatolik. Bunga taqobil turish, buni qarshi turish dinimizda farz munisbat. Mustaqillik engini oshirish, mustaqillik engini yetildirish bu insonlik nuqtasidan, musulmonlik nuqtasidan, islom nuqtasidan va boshqa nuqtasidan, millat nuqtasidan bu zaruriyatimiz zaruriyat. Bu ongni millatda qanot yaytirish lozim. Chunki bizning dinimiz musulmonlarni nima deydi desa, aqidani himoya qildi. Nima bilan himoya qilsang himoya qil. Canını himoya qil, aqlini himoya qil, izzat sharafini himoya qil, mol mulk dunyoni himoya qil, vatanini himoya qil, bir butun mol mulk bo'lish e'tiboran hurlikni, adolatini himoya qil. Buni himoya qil, sen bosh tortib bo'lmaydigan farz sana dedi. Ya ixtiyoriy kishi emas biz sizning. Yo'q, men mening qo'shildim, qo'shilmaydim, bundan kirdim, kirmaydim, mening bu ishla aloqam yo'q deb hech kim bunday demaydi. Musulmon bo'lsa buni voz kechaman. Chunki bu dinimizdagi eng yuksak darajadagi maqsadlar. Musulmonmisan? Aqidani qo'g'dash, janoni qo'g'dash, aqlini qo'g'dash, avlodini qo'g'dash, izzat sharafini qo'g'dash, mol mulkini qo'g'dash, vatan mol mulk seninki, hurlikni, adolatini qo'g'dash seninki bosh tortib bo'lmaydigan iymoniy majburiyat. Musulmonlik shu aramiz. Bu nuqta bilan bu ongni sangdirish lozim. Ammo buni eks rol o'ynayotganlarga daydi hushyor diqqat qilmoqchi. Chunki vatandagi bugungi milliy yuvish harakati sirtki bir qism axborotchi deb atavaganlarda yoki o'zini muxbir deb atavagan yoki kamerachilarda shiddat bilan Xitoyninki bilib bilmay deb usul o'ynayotgan ahvollar mavjud. Ya'ni millatni uqultish shuari mavjud. Xo'sh. Yani bunu qo'shimchalamizga tarix qaraydigan bo'lsak, tarix mustamlikchilarning yoki tajovuzchilarning qarshilik bildirish harakatidan boshqa bir narsa e'tirof qilmaydiganligini takrar isbotlamoqda. Ya'ni mustamlikka duch kelgan bir zamonda, mahkumlikka duch kelgan bir zamonda tajovuzchi faqat nima to'g'risi qarshilik bildirgan joy deydi. Ustalda endi o'tiradi. Agar qarshilik bildirilmasa hargiz kelmaydi. Va sulh sala bilan kelmaydi. To'g'ri. Shunga musulmonlar islom e'tiqodini qabul qilgan, izzat sharaf ichida yashaymiz deydigan bu musulmonlar, ham musulmonlik majburiyatini ado qilaman deydigan bu musulmonlar o'zlarining huquqlarini qo'lga keltirishda bo'lsin, kimligini qo'g'dashda bo'lsin, vatanni himoya qilishda bo'lsin, har xil usulda qarshilik bildirish huquq tamoman egimiz. Boshqalardan ruxsat so'rab ish qilishadi. Majburiyat yo'q bular. Chunki zulm ostida, mahkumlik ostida o'zining huquqiga, insonligi, huquqi, kimligi, jug'rofiy qo'lg'alish uchun har turli usulni qo'llanish yo'lliqmas yo'lliq. Ammo foyda manfaatni selishtirish bilan, aqlni ishlatish bilan, olimlarningki so'ziga ergishib ish qilish bilan. Kallasiga agarchi u yansaklar millatga ziyon yetkazib bo'lmaydi bu nuqtaga. Xo'sh. Bu millat mustamlikdan qutulish uchun faqat harbiy mustamlikadan qutulish tugmaydi. Harbiy mustamlikadan qutulish lazım, mustamlikadan. Siyosiy mustamlikadan qutulish lazım, iqtisodiy mustamlikadan qutulish lazım, madaniyat mustamlikasidan ideya mustamlikadan qutulish lazım. Bu vaqtda endin hurlik erishgan bo'ldi. Masalan, O'rta Osiyoni misol qilaylik. Qarindoshlarimiz. Harbiy jihatdan, harbiy mustamlika qutilgan bo'lsin, siyosiy jihatdan qutuladimiz. Arablar misol qilaylik, qo'yib turib. Arab hokimiyatining xalqini emas. Mustaqil davlat deb atagan bo'lsin 50 necha biz sizning juguni Fransiyaning qo'lida, biz sizning Inglizdan, biz sizning Amerikaning, yana biz sizning Bishaning qo'lida. Ya'ni harbiy jihatdan mustaqil bo'lgan bo'lsa, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan mustaqil. Shu qarorlari mustaqil emas. Bu bir misol tariqasi deyilgan. Xo'sh. Nima uchun bu yer mustamlikning barliq turlaridan qutulish lozim desa, chunki mustamlikning qaysi bir tarafi qolib qolsa, bu mustamlikaning paydo qildigan nimasi xorliq paydo qiladi, ojizlik paydo qiladi, abgorlik paydo qiladi, tushkunlik paydo qiladi, axloqsizlik paydo qiladi, vijdonsizlik paydo qiladi. Hammasi ofat. Hammasi xorliq, hammasi ahonat. Shunga bir butun holatda tajovuzchilikni rad qilish lozim. Mustamlikani qat'iy e'tirof qilmaslik. Bu ruh shakllangan vaqtda endi millat o'rnindasir. Ammo buni uquldibatganlar. Ya unday qilmay, bekni tutishib ketmay, eplab-saplab yassaqsa, ya'ni millat uxlab bosh egib yashaydi. Bu musulmonlikqa tamoman zid bir ish. Xo'sh. Ikkinchi bir nuqta, bu hurlik masalasi eskartamiz. Fikr qilish erkinligini biroz kengaytirish lozim.
fikir qilishdan qo'rqmaslik lozim. Yana bu yerda bir nuqtamiz, hurlik degan vaqt fikr qilish, hurlik yoki erkinlik degan vaqtimizda bir nuqtaga diqqat qiling. Ya'ni aqidamizga zid kelmaydigan, musulmonlik axloqimiz zid kelmaydigan sohada har qanday gap so'z, har qanday ish harakatda hurlik egamiz. Bir sharti aqidamizga zid kelmaslik, axloqimizga zid kelmaslik. Buna asasen, yoki bu o'lchamga asasen fikr qilish erkinligi har bir insonning haqqi. Har bir inson fikr qila oladi, ko'z qarashini o'ttirib qo'ya oladi. Lekin uningdan talab qilingan narsa nimasi? Yuqorqi o'lchamga asosan fikr qilish erkinligini bahona qilib, millatninki muqaddas deb bilgan qimmat qarashlariga yoki kimlik omillariga til tekkizish haqqi yo'q. Yoki axloqsiz so'zlarni ifodalash, yoki buzuq so'zlarni ifodalash, yoki boshqalarga ahonat qilish, yoki boshqalarning huquqiga tajovuz qilish haqqi yo'q. Xo'sh. İslamda erkinlik bor, keng darajada bor. Lekin mas'uliyatga bog'liq. Ya'ni har bir ishni qilsangiz, har gap qilsangiz, uningga hududdan chiqishingiz lozim. Ham axloqqa bog'liq. Ya'ni mas'uliyat bilan axloqdan chetlangan asosda xohlagancha fikr qilsa bo'ladi. Xo'sh. Bu o'rlik to'g'risida qisqacha Ko'p rahmat. bayonimiz. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Güzel yechib berildi. Haqiqatan shu erkinlik bo'lmaganligi uchun degan ko'rayotgan kunimiz bu. Bu bo'lgan bo'lsa, ne bu mayli jismoniy jihatdagi xo'rliqlar bo'lsin, ma'naviy jihatdagi bo'lsin, izzat hurmatimiz hech qaysi paranglashmagan bo'ladi. Ona tilimiz masalasi bo'lsin, dinimizningki dafsanda qilinmaslik masalasi bo'lsin, hammasi buni qandoq gullantirimizni paranglashgan bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, endi g'arb allari yoki ham to'g'risi g'arb allaridagi g'arb allarining qimmat qarashlari bilan to'g'ri sağlam bir şekilde muamele qilishning usuli haqida. G'arb madaniyati yoki g'arb ideyasini bir butun qabul qilish yoki bir butun rad qilish ikkisi xato. Bir butun qabul qilsakmi xato qilishimiz, bir butun rad qilsakmi undan xato qilishimiz. Vaqti bizning qilganimiz o'lchamsiz bir ish bo'lib qoldi. Xo'sh. Musulmon har qanday bir ish qilgan vaqtida va wada'al mizan degan bu oyatning hukm bo'yicha uning bir mizan tarozi o'lcham bo'lishi kerak. Ya'ni g'arb madaniyatining nimasini qabul qiladi, nimasini qabul qilmaydi, buningda bir o'lcham turg'izilishi lozim. Musulmonga nisbatan g'arb madaniyatining bir narsani qabul qilish, yoki bir madaniyatni yoki bir narsani yoki rad qilishda eng yaxshi o'lcham nima desa, İslamның prinsiplariga zid kelmaydigan va shariatning ro'yi xilop kelmaydigan narsalarni ya taraqqiyotini qabul qilsa foydalansa bo'ladi. Qoidani aytib aniq. İslamның prinsiplari va shariatning ro'yiga zid kelmaydigan madaniyatidan, narsa keraklardan, mahsulotlardan foydalansa bo'ladi. Chunki g'arb dunyosi qarasa, g'arb dunyosi ilmiy ijodiyatda, ishlab chiqarishda, texnikada, idora boshqarishda, siyoset erkinligida boshqa millatlar qaraganchada taraqqiy qildi. Bu realligimiz real. Buni inkor qilgan olmaydi. Bu sababdan g'arb madaniyatining bu alayliklarda dinimizning prinsiplariga taqashtirmagan, qimmat qarashlariga zidlashtirmagan asosda, axloqimizdan voz kechmagan asosda foydali taraflardan foydalansak bo'lamdi bu. Xulosga mishal yig'inchoqlashga bo'ldi. Ammo g'arb madaniyatiningki qimmat qarashlari yoki ideyasining qaysi birisi aqidamizga taqassa yoki o'zimizningki musulmonlar qimmat qarashimiz zid kelib qolsa, buni qabul qilishga bo'lmaydi. Bu narsa qanday mayli siyosat maydonidagi narsa bo'lsin, mayli kiyim kechki bo'lsin, mayli boshqa bir narsa bo'lib qolsin, aqidamizni taqishadigan, qimmat qarashimizga taqishadigan, axloq taqishadigan narsa buni qabul qilmaslik lozim. Chunki aqidamiz bilan qimmat qarashimiz bizning kimligimizning obrazi. Kimligimizden maydı, medeniyetimizden Türkiye. Eğer biz uygunumuz deydikenmiz, medeniyet yardımımız deydikenmiz, başka milletteki ordumuzun desturumuz deydikenmiz, bunu özümüzden küçüğü bilen, yani özümüzden medeniyeti bilen, özümüzden kıymet karşı bilen bu medeniyetini yapış lazım. Özümüz deyip durup kılış lazım. Başkalarının çapında terlep durup bu medeniyetini yaratılmaydı. Yani özümüzden kimliğini koğduğun asasında başkalardan paydalanılan taraftan paydalanıp bunu şekillendirsek bu. Hoş. Da hadırmı tılgılıp ötüle abaydan buyon mutlaka şu fikrini terakki kıldırışının mu katmal olması gerek. Bu mu kimlikni himoya qilish uchun aytdim bu şimdi. Bunu biraz açgan bolsak.
Bu kimlikni himoya qilib biz aytganimiz fikrni taraqqiy qildirish lozim. Fikr taraqqiy qilsa kimligimiz bizdan tugaydi. Bugungi bo'layotgan ahvollarimizdan ki yoki ishlarimizdan avj olmasligi yoki gullanmasligi yoki mazmun bo'lmay oldigan sababi dal fikrning taraqqiy qilmaganlikdan kelib chiqadi. Shunga bu noktada bir necha noktası. Birincisi kimligimizni ve tariximizni yaxshi tushunish lozim. Biz kimligimizni yaxshi tushunmay, tarix harakatimizdan qanday bo'lib bugungi bosqich kelib qolganligini aniqlamay turib mavjudligimizni qo'llayolmaymiz. Birinchisi kimligimiz nima? Buni yuqorqi omillar bilan ko'rinishlar bilan buni bilish lozim. Ikkinchisi tarix harakati. Qanday bo'lib mustaqil davlatdan mahkum bir davlatga tushib qoldik degan bu tarix harakatini analiz qilish lozim. Buni his qilish lozim. Buni his qilmay turib mavjudlikni qo'ldig'ini olmaydi. Buning uchun birinchi qilib nima ish qilish lozim desa, dinimizda ilohiy vahiy asosida va mutafakkir olimlarningki tushundirish asosida birinchi qilib dinimizni tushunishimiz. Ikkinchi qilib kimligimizni kimlik omillari rioya qilgan asosda himoya qilishimiz. Uchinchi qilib kimligimiz asosida sog'lom ideya shakllantirishimiz bu kimlikni qo'g'dashdanki asos. Albatta buningga tarix va madaniyatni kirgizib bu noktada. İkinci qilib boshqalarni tushunishmaydi. Ya'ni boshqalarni tushunib degani biz o'zimizdan kimligini tushunsak, tariximiz andartib mandala faxrlansak yetmaydi. Chunki bu dunyoda biz yashamaymiz. Bu dunyoda nurg'un millatlar, nurg'un insonlar yashaydi. Biz o'zimiz bilan o'tib ketolmaymiz. Unda bo'lgankan bu dunyodagi biz bilan yashaydigan insonlarni tushunish, ularningki ortiqchiligi bo'lsa, yuqorida qo'yilgan o'lcham, tarozi bo'yicha ijobiy taraflardan foydalanish, salbiy taraflardan saqlanish orqali xo'sh. Bu kimlikni qo'g'dashga, kimlikni qo'g'dash foydalansak bo'ldi, ham fikrimizni bu orqali taraqqiy qildirsak bo'ldi. Uchinchi qilib ilm ma'rifatni cho'nqurlashtirish lozim. Bu ilm ma'rifat uyda o'tirish bilan qo'l kelmaydi. Buning uchun o'qish lozim, o'rganish lozim, tafakkur qilish lozim. Ham ilm ma'rifat desa, buning doirasi keng. Bu ilm ma'rifat aqida ilmini bilish, musulmon nisbatan. Bu ilm ma'rifat dunyo qarash shakllantirish, bir sog'lom bir ideya tiklash, qimmat qarash tiklash, buning hammasi ilm ma'rifat. Shunday ham ijtimoiy fanlarni va tabiiy fanlarni bilish bumi ilm ma'rifat. Buning hammasiga ko'ngil bilish lozim. Ya'ni dunyolik, oxiratlik, moddiy va ruhiy bilimning hammasiga musulmon o'rganish majbur yoki talab qilindi dinimizda. Xo'sh. Ham ilm ma'rifat cho'qurlashtirish uchun aqlni ishlatish lozim, tafakkur qilish lozim, ham metodlik o'qish lozim. Ya'ni o'lchamlik o'qish lozim. Uy turiblar hamma narsani o'rganib olgani bo'lmaydi. Chunki tafakkurni oshirish lozim dedi, o'qish lozim. Nima uchunsa? Chunki insondagi ideya qanday inson bo'lsin? Insondagi ideya kimlik shakllantiradigan eng muhim omil bo'lganligi uchun bizning fikrimiz yuzaki bo'lib qolsa, ilm ma'rifatimiz to'van yoki ojiz bo'lib qolsa, bizning kimligimiz o'rilib tushadi. Masalan, kommunistlarni misol qilaylik. Kommunistlarning o'zgacha kimligi bormi, yo'qmi? Kommunistlik ideyasini yoki ideologiyasini qancha yaxshi bilsa, yo qancha yaxshi amal qilsa, shuncha amal qila oladi. Xitoylarni ko'rdik buni qatil. Liberalizmchilarni misolga olsak, ularning o'zgacha kimligi bor. Boshqalarning unda bo'lgan chaqda biz bu kimligimiz qo'g'daymiz aytganmiz, ideyani bu yerda mustahkamlash, uni taraqqiy qildirish lozim. Xo'sh. Agar bizning fikrimiz yuzaki bo'lib qolsa, cho'nqur tafakkur qilamisak, ilm ma'rifatimiz ojiz bo'lib qolsa, bizning qurilmamiz uzun qolmaydi, yiqiladi. Buning uchun dinimizdagi o'zgarmaydigan nuqtalar bilan o'zgaradigan nuqtalarni farq etib turib, sog'lom ideya shakllantira olsak, xo'sh, u vaqtida madaniyat yarata olamiz. Agar yuqorida deyilgandek o'zgarmaydigan nuqtalar o'zgargan nuqtani bir-biriga yig'ishtirib deb aralashtirib farq etmay qolib qolsak, madaniyatni tiklayolmaymiz, ham chunqur ilm ma'rifatga ega bo'lolmaymiz, chunki ilm ma'rifatning taqozosi xilof bo'ldi. Ham kimlikni qo'llayolmaymiz. To'rtinchi nuqta bunda o'zaro suhbat o'tkazish eng oshirish. Ya'ni ilm ma'rifatni chunqurlashtirish degan vaqtda o'zaro suhbatlashish ruhini yoki eng yetildirish. Qarama-qarshi fikrda bo'lsak-mi? Masalan, masalalarni hal qilishda deydi.
talash tartish meselelerini bir taraf qilish deydi. Yoki o'rinsiz talash tartish qilishning oldini olish uchun nima lozimsa, o'zaro ilmiy suhbat qilish yangi yetildirish lozim har kimda, har tarafda. Xo'sh. Agar biz mush anga ega bo'la olsak, boshqa tarafning ko'z qarashini bilib, hurmatlasak, o'zimizninkidan to'g'ri deb olmay, ijtihodiy masala bo'lib qolsa yoki siyosiy masala mutlaq ko'p qismi ijtihodiy masala. Uning to'g'ri bo'lishi mumkin, buning to'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'sh. Enin kenidan bu suhbat o'tkazgan vaqtida sap ayndaqiliqqa jidal majra chiqadigan yoki o'rinsiz talash tortish chiqadigan masalani o'ttirib tashlamay, o'rtaq nuqtalarni markazlashtirsak, hammamiz kelishadigan vaqt ishlarimiz olib qarab maqal. Agar bizda bu fikr almashtirish yoki ilmiy suhbat o'tkazish yana shakllanmay qolib qolsa, nima ish bersa, vaqt mutaassiblik shakllanadi. Har taraf o'ziniki ko'z qarashini bilganni tashviq qildigan, yurtvozlik qildigan, partiyachilik yoki tashkilotchilik qildigan yoki birisiga yon bosadigan bu illat shakllanadi. Buning natijasida o'zaro bir-biz dushmanlik qildigan, xo'sh, xo'sh. bir-birini sat ko'z tutishga tirishadigan yoki g'aybat qildigan yoki o'zaro bir-biriga qarshi saf tutadigan degandek nurg'un illatlar, ofatlar bundan kelib chiqadi. Chunki buning oldini olish uchun suhbatlashish, yangi tashabbus qilish ve edep ahlak ichida ilmiy tanqid qilish ruhini rag'batlantirish muhim. Mushunga diqqat qilgan vaqtida fikrni, mushtot amdigan fikrni taraqqiy qilib, fikrni taraqqiy qilgan vaqtida bu kimlikni qo'g'dashga bu alayda his qo'shadi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Güzel yechib berildi. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib o'tgan sonimizningki davom bo'lgan bu sonimizmi 75. son müşahede ahırlaştı. Demek ki tefsili halette iki son programımız içinde kimlikimizni her qaysi taraflardan qandaq yaxshi qo'g'dab qilish, taraqqiy qildirish ham kerakligi haqida ma'lumotga erishgan bo'ldik. Shundaqla da'voyimizning Sharq Turkiston muhojiratdagi taraqqiy qilishi, yuksalishi uchun bo'lmasa bo'lmaydigan nurg'un ochqishliq masalalar tilg'anib o'tildi. İnşallah Rabbim bununla tegishli şekilde kuch chiqarishga har birimizni muvaffaq qilishini tilaymiz. Rabbim ömür bersa oldimizdagi sonda o'xshash soatda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.